Agar hayotingizda baraka yo'qolgan bo'lsa, siz bilib bilmay shu 5 ta illatga aralashib qolgansiz. Bu illatlar sizni rizqingizni barakasini o'chiradi. O'zingiz ko'p pul topsangiz ham pulingizni his qila olmay qolasiz. Bu videoda sizlar bilan shu illatlar haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, men Isroil Samatov, 7 yillik tajribaga ega investorman. Shu kungacha 500 ga yaqin shogirdlarni investor qilib chiqazganman. Bu videoda sizni barakadan to'sib turgan 5 ta illat haqida gaplashamiz. Birinchisi isrofgarchilik. Isrof maqsadsiz, qiymatsiz va nazoratsiz xarajat hisoblanadi. Bunga misol sifatida aytishimiz mumkin. Bizda ko'p uchraydigan holat ortiqcha dabdabali to'y qilish, keragidan ortiq qimmat kiyimlar olish, faqat ko'chada, restoranlarda ovqatlanish va umuman kerak emas bo'lgan buyumlarni sotib olish. Isrofgarchilik oqibatida xarajatlar yillar davomida ko'payib boraveradi. Qancha topishingizga qaramasdan sizga doim yetmaydi va siz pulni umuman qadrlamay qo'yasiz. Bunga yechim sifatida xarajatsiz kunlarni joriy qilsangiz bo'ladi. Ya'ni haftada 1 yo 2 kun umuman pul sarflamasdan o'tkazasiz. Yoki nimadir kattaroq narsa sotib olganingizda, uni sotib olmasdan 24 soat kutasiz. Agar rostiga sizga kerak bo'ladigan bo'lsa u narsa, sizni xohishingiz 24 soat ichida o'lmaydi. Agar o'lsa, o'zingizda impulsiv xaridni oldini olgan bo'lasiz. Impulsiv xarid bu emotsiyada nimadirni sotib olish hisoblanadi. Va oxirgi yechim, siz qatgadir nimadir sotib olishga ketayotgan bo'lsangiz, sizda nima sotib olishingiz aniq rejada bo'lsin. Aniq bo'lmasa, siz aylanib yuraverasiz, sizga kerak emas bo'lgan narsani olib qo'yishingiz mumkin. Ikkinchisi noshukrlik. Shikoyat qilish, doim nolib yurish va kimdirlar bilan o'zini solishtirish barakani haqiqiy o'g'risi hisoblanadi. Noshukrlik oqibatida kayfiyatingiz tushadi. Imkoniyatlar ko'zingizga ko'rinmay qoladi va doimiy stressda yurasiz. Bu juda ham ko'p moliyaviy xatolarga olib keladi. Bunga yechim sifatida har kuningizni shukr bilan boshlang. Uxlash ham bu yarim o'lim hisoblanadi. Uyg'onganingiz aslida sizni xursand qilish kerak. Yana o'zingizni boshqalar bilan solishtirmang. Bu haqida juda ham ko'p gapirishgan, lekin siz buni tushunib yetishingiz kerak. Siz o'zingizni solishtirishingiz mumkin bo'lgan inson bu kechagi o'zingiz bo'lish kerak. Nolishni ham to'xtating, hayot qiyin deb o'ylash o'rniga hayotni qanaqa qilib yaxshilash mumkin deb o'ylang. Aslida biz har bir sekundimizga shukr qilishimiz kerak, chunki biz juda ham ko'p ne'matlar bilan siylanganmiz. Uchinchi barakani qochiradigan illat bu moliyaviy tartibsizlik. Tartibsiz hayotda umuman baraka bo'lmaydi. Bu holatda eng ko'p uchraydigan muammolardan bittasi oylik keladi va qisqa muddatda tugab qoladi. Buni oqibatida qarzlar ko'payib ketadi, pul qatga ketayotgani ma'lum bo'lib qoladi. Insonning duxi, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchi pasayib ketadi va umumiy oilaviy stress kattalashadi. Bunga yechim sifatida 40 minutlik batafsil video darslik tayyorlaganman. U orqali siz moliyaviy tizimni batafsil tushunib olasiz. Buning ichida men moliyaviy erkinlikni 5 darajasi va oxirgi 5-etapga qanaqa chiqish kerakligini, qarzdan chiqishni 2 ta sinalgan uslubini va moliyaviy erkinlikni 5 ta oltin qoidasini tushuntirib berganman. Videoning linki tepada chiqadi yoki pastdagi opisiya orqali videoni ko'rib olishingiz mumkin. 4-chi barakani qochiradigan illat ehson qilmaslik. Ehson barakani ochadigan eng tez ishlaydigan instrumentlardan bittasi. Bitta narsani tushunib oling, pulni saqlab yurilmaydi yoki yig'ilmaydi. Uni yo'naltiriladi, ko'paytiriladi va sarflanadi. Pulni siz o'zingiz bilan narigi dunyoga olib keta olmaysiz. Ehson shunaqa narsaki, siz 10 ni bersangiz 1000 bo'lib qaytadi. Bu har qanaqa investitsiyadan ham eng katta foizni beradi. Shuning uchun har oylik daromadingizdan ehson uchun aniq va o'zgarmas foiz ajrating. Foiz daromadingiz o'sgan sari umuman o'zgarmasin. Ya'ni kamaymasin demoqchiman. Agar bu miqdor bir kishini ehtiyojini to'liq qoplaydigan darajaga chiqsa, yetim, bemor yoki yolg'iz onalarga har doim yordam berib yuring. 5-chi va oxirgi illat bu nosog'lom munosabat. Uyda janjal qilish, ota-onadan uzoqlashish va silai rahmni uzish barakani eng katta dushmani hisoblanadi. Bu nosog'lom munosabat oqibatida ota-onangizni yoki ayolingizni duolari to'xtaydi. Ruhiy og'irligiga tushib qolasiz va ishlaringiz yurishmaydi. Bunga yechim sifatida agar ota-onangiz bilan birga bo'lmasangiz, kuniga 2-3 daqiqa bo'lsa ham hol-ahvolini so'rab qo'ying. Agar birga yashasangiz, ular bilan suhbatlashing, ovqatlaning va duolarini oling albatta. Isroil aka, siz ko'proq nima ishlatasiz? Ota-ona bilan siyla rahim ushlab turib. Hozir aytgan narsalarim hammasi bor menda. Har kuni gaplashish bor, ertalab o'tiraman, gaplashaman ancha. Kuniga 2 soat vaqtim ota-onam bilan o'tadi. Gaplashishim, misol uchun. Gaplashish o'zi. Qanaqa qilib xursand qilasiz ota-onangizni? Har xil narsa bilan. Yaqinda bitta odam bitta narsani maslahat berdi. Ochig'i men o'zim shunaqa xato qilgan ekanman, o'zimda bo'lgan. Ya'ni men ota-onamga to'g'ridan to'g'ri borib pul berardim.
bir 66 yoshli shogirdim bor. Ular menga maslahat berdilar. Ota-onaga borib turib pul berish bu noto'g'ri narsa dedilar. Pul bering, albatta, undan tashqari boshqa narsa qilishingiz kerak dedi. Nima narsa qilish kerak desam, pul berasiz-ku siz. Pul bersangiz ota-onangiz sizni o'ylaydi-da, u pulni ishlatmaydi. Tushunasizmi? U sizni pulingiz cho'g'dek bo'ladi. Ishlatgisi keladi, lekin u yerda ishlata olmaydi. Baribir sizni kelajagingizni o'ylaydi, o'shaning uchun ishlatilmaydi. O'zlarida shunaqa xato bo'lgan ekan, o'shandan kelib chiqib tushuntiryaptilar. Aytyaptilar, misol uchun siz nimadir bermoqchimisiz? Pul bermoqchisiz, $100 $500 qancha pul bermoqchisiz? O'sha pulni o'rniga, misol o'sha ehtiyojlaring nimaligini bilasiz-ku. Bilasiz, kiyim-kechakmi, boshqa narsami, o'sha narsani olib borib bering deyaptilar. Go'sht misol uchun bermoqchimisiz, yedirmoqchimisiz? O'sha narsani olib borib bering, yediring, ichiring, kafe, yaxshi restoranga olib boring, yaxshi kafega olib boring. O'sha pulingizni olib borib yedirganingiz u boshqacha bo'ladi. O'sha pulingizga olib borib kiyintirganingiz boshqacha bo'ladi deb turib, yaqinda shunaqa shogirdim maslahat berdilar. O'zi 5 ta maslahat berdilar, ana shu dahshat. Endi baribir endi hayotlarida bo'lgandan keyin shu narsani tushuntirdilar. O'sha xatoni men qilgan ekanman. To'g'ri, men misol uchun olib borib yedirish, boshqa narsalar bor meni hayotimda, lekin ko'proq borib turib pul tarafini men anaqa qilardim-da. Как бы berardim pulni. Bu narsa sal anaqaroq narsa ekan. Bekorchi bermasdan o'sha misol uchun ehtiyojlariga olib borib turib qilganim yaxshiroq. 66 yoshli shogirdingiz bor. 72 yoshli ham bor shogirdim. Ular bilan ham men gaplashib, suhbat qilaman. Hayotda ko'p narsani ko'rgan odamlar baribir. Bizdan ko'ra ko'proq narsani ko'rishgan, baribir to'g'ri maslahat berishadi. Hayotiy maslahat bo'lgandan keyin albatta yosh katta odamdan olinadi. Yana bitta yechim, oyiga hech bo'lmasa bir marta bo'lsa ham silai rahmni yo'lga qo'ying. Yaqin qarindoshlaringiz, uzoqroq qarindoshlaringiz, o'zingizning oila a'zolaringiz ichida singlingiz bo'lishi mumkin, opangiz bo'lishi mumkin. Shularni ziyorat qilib turing. Baraka bu juda ham ulug' ne'mat. Uni qochiradigan 5 ta illatni sizlar bilan ulashdim. Agar menda nimadir qolib ketgan bo'lsa, izohlarda yozib to'ldirib qo'yinglar. Albatta bu boshqa insonlarga ham manfaatli bo'ladi. Yanada manfaatli kontentlar uchun obuna bo'ling, videoga like bosing. Kimga bu video foydali deb biladigan bo'lsangiz, albatta yuborib qo'ying. Rahmat, sog' bo'linglar.